Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga ampitsilin dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, ampitsilin dori vositasi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, demak do'stlar, antibiotik dori vosita hisoblanadi. Demak, ushbu dori vositamiz do'stlar, bakterial ya'ni infeksiyaga qarshi qo'llaniladigan, ya'ni dori vosita bo'lib, antibiotiklarning ya'ni kimyoviy tarkibi bo'yicha beta laktam ya'ni antibiotik ya'ni guruhiga kiradi. Demak do'stlar, antibiotiklar haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Bu nima? Demak, antibiotik bu ya'ni bakteriyalarga qarshi kurashadigan dori vosita hisoblanadi. Demak, u bakteriyalarni yo'q qiladi. Demak, ushbu ya'ni antibiotik guruhimiz, demak, antibiotiklarni bilamizki do'stlar, 10 ta kimyoviy tarkibli turlari bor. Birinchisi bu beta laktam. Demak, mana shu beta laktamga mana bu ampitsilin kiradi. Beta laktam do'stlar vazifasi mana shu bakteriyaning hujayrasining devorini, demak, hujayra mana devori bor-ku, mana shuni do'stlar buzadi. Demak, hujayra devorini buzadi. Demak, hujayra devori buzilgandan keyin uning ichiga suv kirib, bakteriya o'ladi. Demak, hujayra devorini buzuvchi antibiotiklar beta laktamlar deyiladi. Bundan tashqari boshqa antibiotik guruhlari ham bor. Aminoglikosidlar, fitorxinollar yoki bo'lmasa tetratsiklинlar, sulfanilamidlar. Ularning ham vazifalari bor. Masalan, ular DNKsiga ta'sir etadi, qaysidir oksil sinteziga, qaysidir masalan ribosomalarga ta'sir etadi. Har xilda eng kuchlilari mana shu beta laktamlar hisoblanadi do'stlar. Endi ushbu antibiotikimiz do'stlar juda ham ya'ni ko'plab bakteriyalarga ta'sir etadi. U bakteriyalar organizmda turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Deyarli har bir ya'ni a'zoda. Ya'ni ular gram musbat bakteriyalar hisoblanadi do'stlar. Demak, ular o'sha Staphylococcus yoki bo'lmasam Enterococcus yoki Neisseria gonorrhea yoki meningit, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Bardella va yuzdan ortiq ya'ni bakteriyalar bor. Do'stlar, ular organizmda quyidagi ya'ni kasalliklarni keltirib chiqaradi va ushbu dori vositamiz shu kasalliklarda qo'llaniladi. Demak, oladigan bo'lsak, ampitsilin dori vositasining ya'ni qo'llanilishi haqida ma'lumot beramiz. Demak, ampitsilin dori vositasi nafas yo'llari ya'ni kasalliklarni keltirib chiqargan, masalan, bronxit, pnevmoniya, o'pka absessi yoki bo'lmasam nafas yo'llariga aloqador ya'ni bo'lgan yoki hazm sistemasiga aloqador bo'lgan, immun sistemasiga aloqador bo'lgan, ya'ni tanzilitni, ya'ni tomoq infeksiyalarini keltirib chiqargan, ya'ni bakteriyalarni yo'q qiladi do'stlar. Bundan tashqari ko'kyo'tal, quloq va burun ya'ni infeksiyalarida qo'llaniladi. Hazm qilish ya'ni sistemasidan ya'ni do'stlar safro yo'llarining ya'ni infeksiyalari, jumladan xolesistit va xolangit kasalligini ya'ni keltirib chiqaruvchi bakteriyalarni yo'q qiladi. Bundan tashqari oshqozon ichak kasalliklarida ya'ni salmonellada do'stlar ushbu dori vositamiz qo'llaniladi. Ginekologik ya'ni infeksiyalarda, terining o'sha yumshoq ya'ni to'qimalarining infeksiyalarida, peritonit, sepsis va septik endokarditda, meningit ya'ni revmatizm ya'ni kasalliklarda, shamollash, tumov kabi ya'ni holatlarda, ya'ni bakterial ya'ni agar qo'shiladigan bakterial infeksiya qo'shilgan bo'lsa qo'llaniladi. Bundan tashqari gonorreya va boshqa infeksion holatlarda ampitsilin dori vositamiz do'stlar qo'llaniladi. Tushundingizmi? Demak, organizmga mana shu gram musbat bakteriyalari tushadigan bo'lsa, do'stlar, mana shu ampitsillinni qo'llaydigan bo'lsak, demak, organizmda bakterial infeksiya o'ladi va organizm tezda tuzaladi. Tushundingizmi? Endi ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, bir narsani aytish joizki, mana bu antibiotiklarimiz har qanday antibiotik organizmga reaksiya berishi mumkin. Demak, reaksiya bu oxir anafilaktik shok va o'lim bilan tugashi mumkin. Shuni aytishim joizki, o'z boshimchalik bilan antibiotiklarni qo'llamang. Birinchi navbatda shifokor ko'rigiga borib, o'sha yerda shifokorning ya'ni ko'rsatmasi va nazorati asosida antibiotiklarni proba qilib olishingiz kerak. Proba qilib olmaydigan bo'lsangiz do'stlar, bu og'ir asoratga olib kelishi mumkin. Proba mana bilak, ya'ni o'sha qo'lingizdan, demak, kaf suyagingizdan tirsagingizgacha bir qarich o'lchaganda o'rtasidan proba qilinadi. Ya'ni teri ostiga 0,1 ya'ni milli o'sha
ampitsilin eritmasidan ya'ni yuboriladi, tayyorlangan, ya'ni o'sha Novakainga qo'shilgan eritmasidan 1,1 milli yuboriladi va 30 daqiqagacha kutiladi. Demak, mana shu paytda do'stlar, o'sha proba qilingan joy shishib ketsa, qizarib ketsa yoki turli xil toshmalar toshib ketsa, demak bu antibiotika sizda sezgirlik bor, ya'ni allergik reaksiya berishi mumkin. Demak, sizga bu ushbu antibiotikni o'tkazish mumkin emas. Har qanday antibiotik uchun men sizlarga ya'ni yo'llanma, ko'rsatma beryapman. Xoh ampitsilin bo'lsin, xoh ceftriakson bo'lsin, xoh cefazolin bo'lsin, xoh boshqa levofloksatsin bo'lsin, do'stlar, hammasida mana shu, ya'ni proba qilinishi kerak. Probasiz ampitsilin yoki mana shunga o'xshash antibiotiklarni o'tkazmang. Demak, do'stlar, ushbu dori vosita shifokor ko'rigi va nazorati asosida proba asosida o'tkazilishi kerak. Demak, ushbu dori vositamiz mushak orasiga, ya'ni qilinadi, ya'ni o'sha Novakain eritmasida eritilib, demak, yoki bo'lmasam vena ichiga to'g'ridan to'g'ri yuborganda 10 milli natriy xlor, ya'ni 0.9% eritmasiga eritib yuborish kerak. Lekin buni shifokor ya'ni qilish kerak, ya'ni medsestra. Ya'ni buni uy sharoitida qo'llash siz uchun do'stlar emas. Tushundingizmi? Demak, do'stlar, endi ushbu osmani ampitsilinni, ya'ni antibiotikni qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, aytyapmizki, allergik reaksiya berishi mumkin, ya'ni probasiz qiladigan bo'lsangiz. Demak, bundan tashqari ko'ngil aynishi, qusish yoki ba'zan disbakterioz, ya'ni ya'ni ketish holatlari kuzatilishi mumkin do'stlar. Ya'ni organizmda bakteriyalarning, ya'ni foydali bakteriyalarning faoliyatini buzilishi disbakteriozga sabab bo'ladi va ich ketadi. Tushundingizmi? Agar uzoq vaqt oladigan bo'lsangiz. Va bundan tashqari anemiya kuzatilishi mumkin. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani do'stlar, agarda sizda yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'ladigan bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, masalan, proba qildingiz, demak, sizda bu, ya'ni musbat deylik, ya'ni proba, ya'ni bu sizga reaksiyasi musbat bo'ldi. Demak, endi do'stlar, bu antibiotikni olishingiz mumkin emas. Boshqa antibiotiklar bor. Demak, boshqa antibiotiklarni qo'llashingiz kerak. Ya'ni proba qilib ularni ham. Agar ular ham, ya'ni musbat beradigan bo'lsa, ya'ni boshqasiga o'tiladi. Sizga masalan hamma antibiotiklar, ya'ni reaksiya bermaydi. Ma'lum, ya'ni turlari reaksiya beradi. Tushundingizmi? Ya'ni organizm bunga o'rganmagan bo'ladi. Endi do'stlar, bundan tashqari jigar faoliyatining, ya'ni og'ir buzilishlarda va infeksion, ya'ni mononukleozda, bronxial astmada yoki bo'lmasam emzishlarda do'stlar qo'llash mumkin emas. Shunday qilib do'stlar, ushbu dori vositani yosh bolalarga qo'llanilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, buni pediatr shifokor, demak, uning tana vazni kilogrammiga qarab ampitsilinni do'stlar belgilaydi. Ya'ni buni uy sharoitida qo'llab bo'lmaydi. Tushundingizmi? Buni bolnitsa sharoitida. Bundan tashqari do'stlar, e'tibor bering. Antibiotiklarni bilan davolanayotganda ichagingizda, ya'ni o'zi bu keng spektrli antibiotikda. Antibiotiklar bo'linadi keng spektrli va keng emas spektrli. Demak, do'stlar, keng spektrlisi bu foydali va zararli bakteriyalarni o'ldiradi. Bir xil ravishda. Organizmimizda do'stlar foydali bakteriyalar ham bor. Ya'ni ular organizmga zarar keltirmaydi. Demak, mana shu foydalini o'ldirgandan keyin disbakterioz rivojlanadi. Demak, mana shunday paytda siz Enterogerminia dori vositasini yoki Linex dori vositasini birga mana bu antibiotikni olayotgan paytdan boshlab ichadigan bo'lsangiz, ular mana bu foydali bakteriyalarni ko'paytirish, qayta tiklash funksiyasini, regeneratsiyasini bajarib beradi. Tushundingizmi? Antibiotiklarni eng yomon ta'siri mana shu, ya'ni foydali bakteriyalarni o'ldiradi va zararlisini ham. Shunday qilib do'stlar, ampitsilin dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Agarda o'zingizda qandaydir, ya'ni savol tug'iladigan bo'lsa, mana shu xoh ampitsilin bo'lsin, xoh boshqa antibiotik bo'lsin, bemalol kommentariyamizga yozib qoldiring o'zingizning savolingizni. Biz sizning savolingizga bo'sh vaqtimizga javob yozib qoldiramiz. Sog' va salomat bo'ling do'stlar.
Sizlar bilan Med Universal jamoasi.